Do'stlar, hozir ularning bittasini ochib ko'ramiz. Videoda ko'rinyaptimi? Xullas shunaqa. Mana shunaqa o'zini keyslarida bo'ladi. Ichidan mana bunday nasatkalari chiqar ekan, nasatkalari bor har xil. O'zini kichkinagina ma'lumotlari, uskunalarda yana qanaqa instrumentlar chiqarishyapti. Mana bunday persatkalari, qo'lqoplari bo'lar ekan. Juda uzun. Ikkita batareyka, bitta zaryadka, endi shurpabyor. Shurpabyorda ikki xil funksiyada, bu yerda regulirovkalari bor, fonariklari bor. Batareykani mana bu knopkasi bor ekan, mana akkumulyatorni qo'yish rang orqali zaryadini bildirib turadigan. Ishlashlari normalmi? O'rtacha. Nasatkalari ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 xil ko'rinishdagi nasatkalar mavjud ekan. Shunaqa. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlariga murojaat qilsangiz yetkazib beramiz. Narxi 500 ming so'm atrofida chiqadi bu narxi. Sotilish narxi.